Geron. Uchta tomoni ma'lum bo'lganda A, B, C. Yarim perimetr. A plus B plus C taqsim 2. S topiladi. Geron formulasi orqali ilzosda P minus A perimetr P minus B P minus C. Uchta tomoni ma'lum bo'lganda geron formulasidan foydalangan holda uchburchak yuzasini topish usuli. İkinci soru. A, B, C. Alfa, beta, gamma. İkita tomon va orasidagi burchak ma'lum bo'lgan paytda. Bir taqsim 2 ikkita tomon A, B ko'paygan sinus alfa. S teng bir taqsim 2 B, C. BC sinus o'rtadagi burchak beta. Bir taqsim 2 ikkita tomon AC sinus gamma. Ikki tomon orasidagi burchak ma'lum bo'lgandagi topish usuli. Uchinchisi balandliklar orqali topish. Muntazam bo'ladi. Yo'q, ixtiyoriy haqida gaplashamiz hozir. A, B, C Şuruldu balandlik. Bu HA. Bir taqsim 2 A HA. HA degani bu A tomoniga tushirilgan balandlik. Masalan, HB deymiz. Mana bu HB hisoblanadi. Ya'ni B tomoniga tushirilgan indeksga A, B qo'yiladi. B, HB. Yoki bu ise HC. Bir taqsim 2 C HC. Bu uchta formulani ikkisiga aylangan radiuslar orqali ular ham bor. Hozircha biz tomonlar orqali topishni o'rganamiz. Bu uchta formulani ikkinizda teng tomonli uchburchak uchun tekshiramiz. Ya'ni mana bunga muntazam deb atasak ham bo'ladi. Muntazam uchburchak uchun. Muntazam uchburchak deb bilamizki, barcha tomonlar teng A va burchaklari 60 gradus, 60 gradus, 60 gradusdan bo'ladi. Bu xususiy hol. Birinchi holatni tekshirib ko'ramiz, ya'ni geron usulidan foydalangan holatda. 3ta A perimetrimiz 3A taqsim 2, ya'ni yarim perimetr. Yuzani topamiz. Formulaga ko'ra ki 3A taqsim 2 ko'paygan 3A taqsim 2 dan bitta butun A ketsa A taqsim 2. Buni qiymati. Bunda ham xuddi shunday B o'rniga A qo'ysam, bu ham A taqsim 2 va yana A taqsim 2. Natijani hisobga olamiz. 4ta 2dan 2ta 2 chiqadi, ya'ni 4. 4ta A'dan A kvadrat chiqadi. İlzos 3 qolib ketadi. A kvadrat. Ikkinchi usulni qo'llaymiz xuddi shu uchun. Ikkinchi usul ikki tomon va orasidagi burchak. Ikkita tomon bir taqsim 2 deymiz. A kvadrat va sinus olmish. İlzos 3 taqsim 2. Ha. Bir taqsim 2 A kvadrat ko'paygan ilzos 3 taqsim 2. Ko'paytirsak natijada ilzos 3 A kvadrat taqsim 4. Yana shu natijaga erishmoqdamiz. Kelingizlar endi balandlikni qo'llagan holatdagisini ko'ramiz. 3-holatda. Balandlik tashladim. Muntazam uchburchakda bilamizki, uning uchidan tushirilgan balandlik mediani biskrisi hammasi bir xil bo'ladi. Uni tomoni teng 2 ga bo'ladi, burchakni ham teng 2 ga bo'ladi va o'zi perpendikulyar ravishda tushadi. Shu sababli bu A taqsim 2 deb deyishimiz mumkin. Pifagordan topib olamiz. H kvadrat teng A kvadrat minus A kvadrat taqsim 4. H teng ilzosida olamiz. 4 ni bu yerdan bitta ketdi.
3a kvadrat taqsim 4. Ilzoli bo'ldim. 2 ilzosi 3a. Men balandlikni tomon orqali ifodalab oldim. Endi 1 taqsim 2 AH formulasidan foydalangan holatda qo'yaman. A tomonimiz, H'imiz esa ilzosi 3 a taqsim 2. Hisoblab qo'ysak 4 maxraj ilzosi 3 a kvadrat. Ko'rib turganimizdek, bittagina muntazam uchburchakli yuzasini birinchi usulda Geron formulasidan barcha tomoni ma'lum bo'lgan holatda bu ikkita tomon to'g'risidagi burchak ma'lum bo'lgan holda va tomon asosga tushirilgan balandlik usulidan foydalanib ham uchalasida bir xil natijaga erishdik.